Ma'lumotlar ombori bilan ishlashda quruq jadvallar ko'zni charchatadi va xatolarga yo'l ochadi. Forma yaratish uchun dasturchi bo'lish shart emas. Access'dagi Master Form buni bir necha soniyada bajaradi. Sozdaniya menyusidan sehrli tayoqcha belgisini tanlaymiz. Jadvaldagi hamma narsani ko'rsatish shart emas. Tugmasi orqali faqat eng muhimlarini, familiya, ism va telefon raqamini tanlab olamiz. Forma ko'rinishi qanday bo'lsin? Bir ustunli, jadvalli yoki lentasimon. Biz eng ommabop va tushunarli bo'lgan bir ustunli variantini tanlaymiz. Mana natija. Endi siz zerikarli kataklar o'rniga chiroyli darcha orqali ma'lumot kiritishingiz mumkin. Bu xuddi smartfondagi ilovaga o'xshaydi. Lekin bu hammasi emas. Formaga o'zgartirish kiritish, rangini o'zgartirish yoki tugma qo'shish uchun konstruktor rejimiga o'tamiz. Keling, formaga qidirish tugmasini joylashtiramiz. Buning uchun asboblar panelidan knopka elementini tanlab, forma ustiga chizamiz. Tugma sehrgarida uning vazifasini belgilaymiz. Masalan, raznoya bo'limidan Выполнить запрос buyrug'ini tanlaymiz nav. Ma'lumotlarni tezkor izlash uchun filtrlardan foydalanamiz. Masalan, faqat Ali ismli o'quvchilarni topish uchun выделение va barobar Ali buyrug'i bosiladi. Agar Ali yoki Vali ismli o'quvchilarni birga qidirmoqchi bo'lsangiz, matnli filtrlardan foydalanib, OR shartini kiritasiz ham. Filtrlar vaqtinchalik, doimiy va murakkab qidiruvlar uchun so'rovlar ishlatiladi. Konstruktor zapros yordamida buni professional darajada bajaramiz. Konstruktorda kerakli jadvallarni qo'shamiz. Qayta maydonlar familiya, ism natijada ko'rinishi kerakligini pastki qatorga tushiramiz. Eng qizig'ichoq parametrli so'rov. Ism ustunining shart qatoriga ismni kiriting deb 4 burchak qavs ichida yozamiz. Menyudan Выполнить yoki undov tugmasini bosamiz. Ekranda kichik oyna paydo bo'lib, sizdan ism kiritishni so'raydi. OK tugmasi bosilishi bilan Access butun baza ichidan faqat Aziz ismli o'quvchilarni topib, alohida jadval qilib beradi. Bu so'rovni saqlab qo'ysangiz, keyingi safar yana qaytadan tuzib o'tirmaysiz. Shunchaki so'rov nomini bosasiz va qidiruvni boshlaysiz. Formalar va so'rovlarni birlashtirib, siz maktab, korxona yoki do'kon uchun to'laqonli boshqaruv dasturini yaratishingiz mumkin. MS Access'da imkoniyatlar cheksiz. O'rganishda davom eting va o'z ma'lumotlar bazangizni professional darajaga olib chiqing.